4-chi qism. Turmushning ishlari ajoyib. Buningga ba'zida insonning aqli yetmaydi. Yaqubjon meni og'ili bormaydigan bo'lgan zamonlar, uzoqqa bormayli bir kuni shum xabar keldi. U baydadisi elib bergan Beyjing Shandaysiga oliy maktabning bir o'quvchisini o'ltirg'izib, nagadir ketib borgan yerda suratni oshirib haydab, tasqabdi qiz bola bilan o'ttul go'rga ushqili. Men bu xabarni anglab, doktorxonaga yetib kelganda, yiliq oliy maktab o'quvchisining qo'rsqidagi bolasini saqlab qolg'ili bo'lmaganligi haqidagi tafsilotni doktor menga va Yaqubjonning ota-onasiga tafsiliy tushuntirishga boshladi. Homilni saqlab qolg'ili bo'lmadi degan gap. Avu qiz Yaqubjondan homildor bo'ldi, ikkisi nashayon ish qilib, haramdan bola topdi degan gap. Bu gapni anglab, hech qanday hissiyatda bo'lmadim desam, yolg'on bo'ladi. Lekin o'zimning hissiyatiga vaqtim yo'q edi. Chunki Yaqubjonning onasi doktorning shu gaplarini anglagan hamon o'tatib yig'lig'ida turdi. A'tvorliq bolasi aram deganda haramdan tepib bergan navrisidan ayrilib qolgan eg'ir keldimi yoki bu gapning isbusini chiqarmay bir taraf qilish xayolini doktor kishi shuncha odam boyada oshkorlab qo'yib planini bitchit qilib atganiga ochchig'i keldimi ish qilib egiz boshliq oyoq kiyib olgan dixmaq putlari semiz badanni aran ko'tarib turgan bu ayol barliq eg'irligini mang tashlab bo'ynimga eslib yig'labli ketdi. Asli bundaq yig'laydigan odam men turib bo'g'iz qaynonamga tasalli berishga majbur bo'lib o'tdim. Yaqubjon sol qo'lining bilak so'nki sunganini hisobga olmaganda bakmi eg'ir yaralanmagan. Lekin qizning ahvoli eg'ir edi. Uningdanmi eg'ir bo'lg'ini qizning ota-onasi doktorxonaga kelib jidal chiqarib, Yaqubjonni va ota-onasini qayamg'ur tillab ketdi. Qizining to'y qilmay turibla homildor bo'lib qolg'ini, o'qishini o'qimay yo'ldan chiqib yurganini qaytig'imi elib qo'ymay, Yaqubjonni qizni ozdirib yo'ldan chiqargan lükchak qatori qo'shib etdi. Bechora boy dadam bilan semiz onamning bu ishlarini bir taraf qilmoqqa o'ng'ayga to'xtamadi. Men bo'lsam shu ishdan keyin Yaqubjonga illa billa tegmayman deb joylik qilib tosh tishlab turib oldim. Bu ishni ko'nglimga olmay to'yni qilaverayli degan gapga ma'qul desam, normal ayol kishi hisoblanamanmi? Yana kelib uningdek aqida qilganni bilmaydigan buzuq o'g'riga tushib qolgan Soniyaxon bormikan? Yaqubjonning ota-onasi o'ttirga kishi qo'yibmi, o'zlari to'liq qatirab yuribmi, meni ayvashga keltiramadi. Bak zo'lisi dum yetib, kichik boldek bo'zlab yig'ladim. Ola azal bir oy bo'lganda uyimdagilarning nasihatlari bilan onamning yolvurishlari oldida ojiz keldim. Boy dadam bilan semiz onam dastlab akilib bergan 50 ming yuan to'yliq ustiga yana 30 ming yuan qo'shib berish. Tutadigan uyga qiz taraf bir mo'chanlik mulk olmay, hammani o'g'il taraf tayyor qilish. To'yning barliq chiqimlarini o'g'il taraf chiqarish. Agar yaxshi o'tmay ajrashib ketib qolsak, to'yliqdan bir pog'mi qaytirmay, hammani o'zim elib qilish degandek chekdan oshgan shartlarimning hammasiga ko'nib, oxir to'yni qilgan bo'g'inimizdan yejishib, og'iz qulqiga yetishdi. Shunda qilib, men yanala Yaqubjon degan seriq chiroy buzuq bilan to'y qildigan bo'ldim. Ammo qandoqli o'ylasam, bu ishning alamlik soyisi ko'nglimdan ko'tarilmaydi. O'zim qaror chiqarib rad qilib yetmaydigan bo'lg'achqa, amalsiz Yaqubjonni kechirib yetishga tirishayotdim. Shunda qilib, oxiri to'y bo'ldi. Dunyolikda bir dalla arzuliq o'g'ilning to'yi bo'lg'achqa, boy dadammi pulni oyimay xajladi. Yaqubjonmi oldimda shu qadar royish bo'lib ketdiki, dastlab tanishganda qandoq e'tiborimni qilgan bo'lsa, hozir shuningdan oshirdiki, hargiz kam qilmadi. Men mugohi do'q qilib, go'yo xiyolimga kelgancha shartlarni qo'yib yurib, seriq chiroyning ayoli, boy dadam bilan semiz onamning kelini bo'lib qoldim. Boy dadam aldirash odam. Attigini tong atganda chiqib ketsa, kechda qandoq chog'da paydo bo'lganini bilgili bo'lmaydi. Har holda attiganlik nashtini birga qilamiz. Semiz onam yomon ayol. Qiyin anliq qilishdan gul keltirib yetadiki, turgan tutkunning hammasi qiynana. Toki cho'qamdan tortib putumning uchiga qadar sinchi ko'zlarda qarashlargacha, bo'g'an turganlarimni surishti qilib, kiygan yeginimgacha orlishlargacha, desa o'g'ilni yeniga chaqirib olib kusurlab paranglashishdan, o'ttirmizda bo'lingan ishlar va gap so'zlarni jipidan yig'nisgacha so'rashlargacha. Ohoy,
Semiz anam, ya'ni qaynonamning to'ydan burungi mijoz xulqi tamoman o'zgargan. To'g'rirog'ini aytganda, u meni oilasiga kelin qilib akirgicha balkim o'zini mijozi yaxshi, royish, kuyimchan, mehri issiq qilib ko'rsatib, meni o'ziga moyil qilib, esil fazilatlarga qoyil qilib olgan bo'lishi mumkin. Cho'qim shundoq. Bundaq ishlarning uningdek yomon ayollarning qo'ldan kelishi hech qancha gap emas. Ammo men hamisha bo'zak bo'lib qolatdim. Boy dadam uyda bo'lsa ish boshqa. Bo'lmasa yana boshqa edi. Qaynonam u xildagi ikki dunyo muomalasini butun uydagi hammalarga qiladi. Boy dadam faqat ishlarning yaxshi tarafini biladi. Yomon tarafidan bexabar edi. Boy dadam yaxshi odam. Uning pul xajlishi qaltis. Tepishlar ondan qaltis. Najiyadagi talla bozori, cho'ng bir muzikalik restoran, bir samovar sho'rpaxona, yana bir pecheni pranik ichimlik zavodi, mashin yuyish bezash o'rni, 4 yadga raxt do'kini pul deganda cho'ylada lag'man süzgandek süzidi. Ammo boshqa boylarda kibri yo'q. Cho'ng'iga cho'ngcha, kichikka bolalarcha muomala qila oladigan, qo'lidan kelgan yaxshilikni kishidan oymaydigan esil odam. Shuningmi tafovut kundan kunga eshib, tijorat qadam seri barkatli bo'ladi. Bir yomon yeri, japokash boy dadamning topgan tagini er barda oftobdek ichilib, yo'q yerda to'pliq osmondek tutilib turadigan so'rintalat semiz onamning buzib chetishi, kiyinish, yasinish, qimmatbaholiq zibu zinnat, tugumas choy ham o'ltirish, yuqori saviyadagi iste'molda tang tushlar bilan to'xtamay bas talishlar bilan xo'rab, tugab, isrof bo'lib turdi. Lekin boy dadam bular bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Ayolim, bola chaqam, oilam demisam muncha jafo tatib igilik tiklab, jonni olqinimga ep qo'yib, ordim taldim demay pul tepib nima qilaman? Boy dadam doim shundoq deydi. Biroq bu yerga gap boshqa. Agar boy dadam semiz onamning ozodi xajlishi uchun hech qachon to'shmaydigan cho'ntikiga kallak pullarni vaqti-vaqtida silib turmag'inda, sirtda davntib yurgan qushqashlari haqida uyda xeyli qattiq jidal bo'lib qoldi-da. Semiz onamning qip-qizil xeni qo'ygan tirnoqlari boy dadamning azaldan kir qo'nmaydigan yaqinlarga patidi. Yenidan pul o'ksimisa, semiz onam qushqashlarning jidilini butunlay unutib ketdi. Men bu ahvollarni necha qitimliq jidal jarayonida eshikdan tingshab, derazdan marab bilib olgan. Semiz onam bu jihatda yuzim to'kilib keta demaydi. Qeridim, kelin ko'dim, endi sal izotatay deyishni teg'i bilmaydi. Uning uchun faqat pul bo'lsa jangalda sho'rpa. Semiz onam nimamgidir chidamaydi. Samirib saman tiqqan tag'ardek bo'lib qolgan. Yo'l mangzi to'gining lokstek oldi bilak, keyni bilak lapangshiydigan iskatiga selishtirib, zilva, o'ruq, avrishim bo'yimga chidamamdi yoki nechiqat grimlar bilanmi yapolmagan qo'ruq, dog', sapkunlarga qarab, odatdagicha suskirim qilsammi, guldek ichilib turadigan chiroyimga chidamamdi. Ish qilib bir nimasi bir qandaq. Odashlar bilan bas talashgan qizlarni, kasbdoshlar bilan raqobatlashganlarni, qatorchay o'ynaydigan xotinlarning kiygan, taqagan osqonlarda bir-biridan ustunlik talashganlarini to'liq ko'rgan. Ammo o'z kelindan chiroy talashgan, chidamay hasad qilgan qiynonni tunji ko'rishim. Yo'qolan ishlarni bahona qilib, har kuni bir qitim nashtirni sanjivamisi bechoraning ko'ngli tinmaydi. Dastlabda har keldi, siqildim, ko'nglim yerim bo'ldi. Keyinchi buning 1-2 kunlik ish emasligini, uningga kelin bo'lib mushu uyda yashapla tursam, bu ishlarga har kuni duch kelganligimni his qilgan chig'imda, amal ba uningdan jiroqroq turish, yangdan sesiq gaplarni anglamaganga silish, dakkamni ba'zi jimmida turib, toki vaqirash kakrashlar tuggicha gaz-gachi bo'lib olishni qaror qildim. Bundaq qilishni menga quvluqda semiz onamdan qilishmaydigan hammam o'gitib qo'ygan. Uning deyishicha, mushundaq qilmasam, bu uyni tutib bo'g'li. Saxovatchidek olqini kang, doim menga chapan yepib tarbimni oladigan, meni boy xonimlarning turmushdan bahramon qilib turadigan boy dadamning kelini bo'g'li bo'lmaydi ekan. Lekin bu uyda ushuqliqmi xeyli eqib, vaqt kelganda foydasini ko'rsatib turdi.
Tasaddubiy semiz anamning gaplariga chidayolmay yomonlab ketib qolsam yoki yataq uyga bekinib olib, tamoqdan qilib, azoblanib, ochiq yutib olib qolsam, kam deganda 1 ming qo'yliq. Bo'lmasa 4-5 ming qo'yliq kiyim-kechak, zibo zinnat, isl buyumlar bilan tasalli topaman. Albatta, bular faqat boy dadam yoki yo'ldoshim tarafidan bo'ladi. Semiz anam bo'lsa, zahardek oliy ishlar bilan ichidikini to'liq ifodalab turdi. To'y qilib, Yoqubjonning oilasiga ketgandan boshlab, ko'cha avtobusiga o'ltiradigan fursat bo'lmadi. Chunki cho'ng uyga kelsam Yoqubjon mashinliq akilib qo'yib, kechda yana mashinliq og'il keladi. Shunga xiyildan beri Maychaponni hech yerda ko'rmadim. Umu hech bir yerda uchirmadi. Ba'zida Qo'roning yendagi do'konlarga sodliq qilib chiqqanlarimda avtobus bekitida turg'ini va yoki qo'zg'alib shiraqlab ketayotgani boshqa shoferlar haydagan avtobuslar bo'lib chiqadi. Hozir burunqidek uning avtobusi kagida saqlab turolmaydim. Chunki men endi to'y qilgan ayol. Erimdan boshqa erlarni izlasam, ko'rishni orzu qilsam, saqlasam bo'lmaydi. Baribir biz boshqa ikki dunyoning odamlari. Uning turmushi men bilan munosabatsiz. Mening his tuyg'ularimning qisman tarbi uning bilan munosabatlik bo'lsa-mu, bu hech narsani o'zgartirmaydi. Ammo ko'ngilning istaklarini bir eg'iz gap bilan inkor qilib atkili, yo'qqa chiqarib atkili bo'lmaydi. Shu chaqlarda men haqiqatan uni har vaqt ko'rib yurishni xohlaydim. Odatda-mu Maychapon pat-pat xiyolimdan kechib qoladi. Uninkidek yo'g'on va chiroyli qo'y ko'z, tipik tojik yigitlarinikiga o'xshaydigan qo'shumi qosh. Bular xeyli qamlashgan, yurish-turishga inovat deb turib, ahamiyat beradigan moda yigitlar ichidan kam uchraydi. Bularni qachon unutiy olishimni bilmaydim. Ammo aslash, xiyol qilishmi intayin go'zal ish. Turibli Yoqubjonga ochchig'im keladi. Mening nazarimda butun tirik bir erkish turib, o'z ayolining ko'nglini butunlay ram qilib, o'zidan boshqani xiyol qilmaydigan, aslamaydigan holga keltiranmagini uning mag'lubiyati. Yoqubjon Maychapon rahmatullohni bilmaydi. Ammo mendami muhabbatga intilib turadigan, go'zallikni, o'tliq qarashlarni, ko'ngil o'g'irlashlarni yaxshi ko'radigan jushqun bir yurakning borligini bildi. U ta hozirgacha meni o'zini yaxshi ko'rdigandek, ikkinchi bir odamni zinhor xiyol qilmaydigandek biladi. U mening erim. Shunga ayollik burchim bilan uni yaxshi ko'rishim kerak. Biroq eringni butun asyoding bilan yaxshi ko'rmading deb yuragimni bo'g'izlab yetamayman-da. İnsanlarning axloq o'lchimida erlar talog'i qarasa, bu ancha sat ish hisoblanmaydi. Tega anglaganlar o'g'il bola ekan, o'ynabdi, hozir degan qandoq jahon, bu hayron qolg'idek ish emas deydigan ahvollarmi bor. Ammo ayollar talog'i qarasa, cho'qim g'azab nafratlarga mahkum bo'ladi. Balkim u ayol mangu beshini ko'tarmasligi mumkin. Erlarning chiroyli ayollarga qarshi texim normal ish. Yana texi ularning nazarida chiroyli ayollarga ko'proq qarab bersa, umri uzun bo'lamish. Lekin ayollarning erlarga qarshi buzuqlikning, ozdirishga uringanlikning ifodasi bo'lib qaraldi. Meningcha bu to'limi adolatsizlik. Bir ayol bir erkishni qamlashgankan deb qarab qo'ygani bilanla, u erning keyindan ketib qolmaydi. Shundaqdimi tahlilchilar bu haqda so'z cho'chak qilganda, masalaning bu tarafini butunlay unutib qoldi. Axloq nuqtasidan qaraganda, erlarmi, ayollarmi talog'iga qarshi bo'lmaydi. Ammo bulardan erlar xohlaganda talog'iga qaraverdi. Ajablangandek ish hisoblanmaydi. Ayollar oilam, yo'ldoshim, bolam deb jon ko'ydirish halakchiligida talog'iga qaramaydi. Ham bu intayin sat, uyatliq ish. Erlar chiroyli ayollarga qaramasa normal hisoblanmaydi. Ayollar qamlashgan erlarga qarshi normal hisoblanmaydi. Ish qilib ishlarning tegitakdi mushu. Ishlarning tegitakdining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar,
hamma odamning qanday xiyol surish, kimni o'ylash erkinligi bor. Boshda deganimdek, birsini xiyol qilish uning bilan birga ketib qolishdan derak bermaydi. Shunga mening ba'zida moychaponni aslab qilishimmi yomon og'dak ish emas. Uning ustiga men Yoqubjondan voz kechib, uni tanlasammi tanlay oladigan imkoniyatga ega chig'imda o'z roziliqim bilan Yoqubjonga yotliq bo'lgan. O'ylarim bunda qalaymaqan bo'lg'ini bilan ko'nglim sap. Men oilamni eng muhim bilib, hammaning oldiga qo'ydigan ayol. Gerçi erimni u bo'lmasa yashayolmag'idek darajada yaxshi ko'rib ketmasammi? Beshinchi qism. Boy dadam bilan Semiz onam bir to'yga birga berib yenish jarayonida qatnash hodisasiga uchirdi. Yaxshiga kun yo'q, yomonga o'lim degandek, bu hodisada Semiz onam hayot qilib, boy dadam rahmatlik bo'lib ketdi. Doktorxonada 3 kun behush yotgan Semiz onamning so'l puti yo'tisidan sunib, beshi yerilgan. Ko'krak suyanki joyidan qo'zg'alib ketgachga, rahmatlik boy dadamning musibati ham nazar chiroqlarida bo'lanmadi. Bir haftalik ruxsat vaqtim to'shib, ishqa tushadigan bo'lib qolg'achqa, boy dadamning yetti nazardan keyin Semiz onamga uyimizdagi xizmatkor ayol bilan Semiz onamning singlisi navbatlashib qaradi. Ularning tushlik tomoqini Yoqubjon to'shiydi. Men ishdan tushib uddul uyga baratdim-da, onam etib tayyorlab qo'ygan issiq tomoqni ilib, doktorxonaga chapatdim. Ishqi boy dadamning dachisi oldidan taksi to'sib baratdim. Ishdan tushganda o'z uyimga Maychapan haydigan avtobusga o'ltirib qaytatdim. Doktorxonaga berish uchun yana Maychapan haydigan yoki mushu liniyadagi boshqa avtobusga o'ltiratdim-da, yerim yo'lda boshqa bir yo'lning avtobusiga almishib, andin doktorxona oldiga baratdim. Yoqubjonning oila iqtisodi yaxshi. Rahmatlik boy dadamning pul mollarimi yetib oshqichi bor. Men to'y qilgandan boshlab hozirga qadar bir inson maoshin qiyni deb baxmadi. Mayli Yoqubjonninkini xajlay, mayli boy dadamninkini xajlay va mayli o'zimninkini xajlay, azaldan iqtisodda qiynalmayman. Lekin shu o'z uyim bilan idoram orliqidagi bu 11 bekatlik yo'lda taksiga o'ltirishni faqatla xohlamayman. Doktorxonaga tamoq to'shish, navbatlashib Semiz onamni beqish izchil davomlashyapti. Boy dadamning 40 nazarsini bergan kunimi nazarni tugitib, o'ttil doktorxonaga chapdik. Bechora Semiz onam bo'lishiga samirib, hamma boyashatchilik va davlatni ustixoniga jiqqan bo'lg'ashqa, doktorning davolash ilib berishi bir qadar tasga to'xtabdi. Sungan o'rinning tutib asliga kelishimi shu sababdan osti bo'pti. Buning bilan hisoblashib o'ltirmaydigan Semiz onam hammani doktordan ko'ratdi. Qayta avtobusga chiqishga boshlagan kuni Maychapan yana menga g'alati maxluqni ko'rgandek hayronlik bilan qaradi. O kuni rahmatlik boy dadamning yetti nazar kunining atisi bo'lib, men ishdan tushib, o'z uyimga onam ataydan pishirib, Semiz onam uchun tayyor qilgan tomoqni og'ilib olmoqchi edim. Maychapan yana shu eski tuskilari ichida ilgirgidekli pokiz va ratlik edi. Kuchlik atir purqi tortib, avtobusga chiqayotganlarga ko'zining qirida qarab qo'yib o'ltiratdi. Meni ko'rgan hamon kerilib cho'ng ichilgan ko'zlari pul sanduqiga bilet pulini tashlab, o'rindiqqa kelib o'ltirg'uchimi mendan uzilmadi. Musibatli kiyimlar bilan girimsiz edim. Necha kundan buyon qardiq, tamoqsiz, uyqusiz qilishla. Xizmat besimi, doktorxonaga qatnash va dachi uydagi bir talay ishlar bilan charchab holimdan ketgan edim. Ko'zlarim o'ltirishib, judab, tatirib qolganimni har qanday odam bir qarabli bilib oladi. Mana bugun Maychapanmi bildi. Menga boshda hayronlik bilan ajablanib, keyin ich og'ritish bilan munglanib qaradi. Joylashib o'ltirib bo'lgandan keyin yana uningga qaradim. Ko'zlari mendan uzilmadi. Toki avtobusning mangdigan vaqti bo'lib, qo'zg'alish qo'ng'iroq chilinganga qadar. 40 nazardan keyin Semiz onamning singlisi qaytib ketib, uy xizmatkori ayol Semiz onamga yolg'iz qaradi. Dachi uydagi ishlarni qildiganga boshqa odam bo'lmag'achqa, rahmatlik boy dadamning yezdagi tuqqinning tul qolgan qizini akilib oldik. Shuning bilan
doktorxonaga tamoq to'shish avorchiliqdan qutulib qoldim. Ammo butunlay opamay qo'yishga onam unumaydi. Shunga haftada 2-3 vaqt tamoq cho'qim bizning uydan bo'ladi. Uni men ko'cha avtobus bilan to'shiydim. Qachonlardan boshlabkin maychapan avtobuslarda ko'rinmaydigan bo'ldi. Uning avtobusini hozir boshqa biraylar haydaydi. Qiziq ish. U avtobus haydamagan kunlari ko'cha avtobusiga chiqqanimdan afsuslanib qolatdim. Nemamdir bir narsam kamdak bo'lib, ichim pushib qoladi. Balkim bundaq tuyg'u hamma odamda bo'lishi mumkin. Ammo ba'zida o'zimda ko'rilgan bu g'alatilikdan mangdabmi qolatdim. Mening izdaydiganim uning chiroyli qo'y ko'zlari, qo'shumi qishi, ham pokiz, atir puroqliq taqturqi edi xolos. May chapanning nemishqa avtobus haydamaydigan bo'lib qolganini belgili bo'lmaydi. Birasdan so'rashning o'rni texi yo'q. Shu sho'pirlik qilmagandan beri avtobusga o'ltirish men uchun ma'nisiz ishdek, vaqt isrofchiligi va behuda ovorchilikdek tuyuldigan bo'lib qoldi. Bara-bara avtobusga chiqmaydigan, eshikdan chiqib, o'ttil taksi to'sadigan bo'ldim. Voqeaga uchrab, 1,5 oy bo'lganda semiz onam doktorxonadan chiqdi. Lekin sungan put so'ngiki to'liq saqaymagan bo'lib, uyda yetib necha oy kutinishi kerak edi. Semiz onam boy dadamning o'limidan keyin bu uydagi eng oliy rahbar bo'lish sifati bilan barliq huquqni qo'liga oldi. Karvatda yetib turib boshquradi. Yetib turib hisobini oladi. Yetib turib buyuraydi, so'raydi, yetib turib tillaydi. Yana shu holda vaqirab jaqiraydi. Ammo burunqidek ta'rifimni oladigan, menga yon bosadigan, bek bo'lmaganda necha ming yuanlik ko'ngil chiyi bilan xopchiligimni unutildirdigan. Onangizning ko'nib qolgan mijozi shu, ko'nglingizga ammang balam deb, ko'nglimni ko'tardigan boy dadam endi yo'q edi. Onasidan o'lgidek tap tortadigan, sizg'an siziqidan zinhor chiqolmaydigan Yoqubjonmi ba'zi ishlarda amalsiz qoladi. Semiz onam meni yo'qolan ishlar uchunmi ayblab, hadisli qattiq quruq tegadi. Kesilni tortishib, o'lib ketgan erini yod etib, chirg'ini yondirib o'tishning o'rniga men bilan qerishqan edi. Uning oldida xatolik o'tkazmayman deb shuncha tirishatdim. Ammo u meni adaplamoqchi bo'lsa, xatoliqim bo'lsin, baribir edi. Uy xizmatkoriga undaq emas. Boy dadamning jiyan qiziga va Yoqubjonga undaq emas. Faqat menla uning tillab do'shkashlaydigan, ochiqlab ish-pushqin chiqirdigan bechora dediki edim. Bara-bara bu turmushdan royim yondi. Uyda jidal bo'lmay hafta o'tmaydi. Semiz onam meni adaplamagan hech bir kun bo'lmaydi. Jidal boshlangan dastlabki kunlarda Yoqubjon onasi tarafda turdi. Onasining qasdan yo'lsizlik qilib, meni paturmaslikni qaslab yurganligini sezgandan keyin men tarafga o'tdi. Buning bilan o't ustiga yog' chechilib, jidal cho'ngaydi. Beshamlikda uchiga chiqqan semiz onam qiyochiya ko'tirib, butun uyni beshiga kiydi va dunyolikdagi bir talla o'g'lini yo menga tur, yo xotiningga tur deb eg'ir tanqislikda qo'ydi. Yoqubjon meni haqqancha yaxshi ko'rgan taqdirdimi menga turolmaydi. Chunki u onaning xuddi hayotlikqa o'xshash insonga birlik etim nisib bo'lganligini obdan biladi. Menmi uni tanglikda qo'yishni xohlamaydim. Chunki semiz onam yo'l qo'ymagan ahvolda men bo'lsammi yo'l qo'ymasam, bu kelinlik axloqiga yot, chakini qiliq bo'lib qoladi. Men yo'l qo'ygan siri semiz onamning xo'riki o'sdi. Men chidigan siri uning qiliqlari ko'paygili turdi. Oxiri berib hammaga itoat bilan jimli turdigan. Anglasammi anglamasqa, ko'rsammi ko'rmasga saldigan gaskatchiga aylandim. O'z onam tasalli beradi. To'ydan keyingi turmush degan shu. Menmi, hammalaringmi, hammamiz beshimizdan o'tkazgan. Chidashlik ba bolam. Kesal odam degan kichik bolaga o'xshab qoladi. Bo'g'idakli yeri bo'lsa, amal barayiga boqquluq. Men qandoq qilib beraman? U yoqqa qarsam onam, bu yoqqa qarsam sen. Menga o'val emasmi? Yo, xotinimga askilik qilding deb onamni urib tillab bergan bo'lsa? Yoqubjon bo'lsa, doim menga do'q qiladi. Bular oz kelgandek,
Yaqindan beri Yaqubjon uyga bakla kesh keladigan. Ba'zi kunlari hatto tong atganda keladigan bo'ldi. Uning haqlab nikohlab olgan ayoli bo'lsam-mu, naga berib nada turganini so'rash huquqim yo'q edi. So'rabli qoldimmi? Bo'ldi. Semiz onamning g'azab piltisiga o't tutishib ketadi. Oxir chidovchiligim qolmadi. Tugimas ko'ngil og'riqlari, oyog'i chiqmas jidallardan jiq to'yib yurgan kunlarning birida kechich sirtda yurib tong suzilganda uyni topgan Yaqubjon bilan tang turib deyishdim. Yaqindan beri ishlarini, naga berib kimlar bilan izlashib yurganligini, nemishqa uyga kesh keldigan va nemishqa kelmaydigan bo'lib qolganligini so'rab, mixtak turib oldim. Onang anglab qoladi, jim bo'l. Men uning gapiga unamay takallashdim. Vaqirdim. Kim anglasa anglamamdı. Menmi odamg'u? Acaba o'lgicha ichimga yutib o'tishim kerakmi? O kun-kunlab sirtlarda poq dastlab yursa, xodini bo'lgan men bir eg'izmi gap so'rayammisam? Ha, men zodi nimaga hisob? Men sen gap qilyapman. Semiz onam hayol o'tmayla jidlimizni angladi. Kechichi nelarda poq dastlab yursa? Xizmatkor ayol tuyuqsiz meni chaqirdi. Deb keldingmi? Xonim, Bu sen ochangizlarni chaqiryapti. Uqdim. Siz chiqqach turing. Jidalni yana davomlashtirdim. Yaqubjon hech qanday tushuncha bermadi. Gaplarimning hammasiga beshni sangiltib o'ltirish bilan sukut qildi. Men uningdan hech qanday javob ololmagandan keyin uni tilladim, vaqirdim, qog'idim, yig'ladim. Xizmatkor ayol 3-qitim chaqirg'ili kirganda chatirqiga beshini sangiltib pushildab o'ltirgan Yaqubjonga jirginish bilan olib Semiz onamning oldiga yolg'iz kirdim. Semiz onamning oldiga kirdimmi yoki tanqidlash maydoniga kirdimmi, anqiranmayli qoldim. Bir putimni bo'sog'i ichiga og'inimni bilaman. Semiz onamning eg'izi pelimotdak harakatga keldi. Sigining tayin yo'q qanju. Butun hayotida faqat qiynalib bo'lish uchun tug'ilgan jinimg'ini Semiz onam ar nomusni, hadishakni biraqli qayravatdi. Nimanga nima yetmay, og'zingni po'q eqitib balamni tillaytang. Ha dab yuz meynat. Chapini tizimni oshmagan apandining qizigan demay, ko'z qarchig'imdek o'g'limga ilib berib, atvaringni qilib qo'ysam, ko'ygan rohatlaring beqining uskan o'xshamamdi. Endi qilani ochilg'ingni. Boyi balamga qoniyingni kerib baqirgan sango. Yomon bo'lgandikin, endi baqirab baqaqini. Qarab tur, mush qig'allaringga to'yg'izib, dod tegizmaydigan bo'lsam. Bezdirib turmay chiqa uydan. U rasvo qanjoq. Men-chu o'g'limga 15 yoshli qiz deb beraman. Bilib qo'y. Ko'zlarimning ming yerdan yosh ketdi. Butkul hayotimda azaldan uchrab baqmagan xo'rliq, alam, izoahanat yuragimni qo'qas bo'lib ko'ydirdi. Shu arda Semiz onam g'azab bilan otgan istakan uchib kelib, beshimga tegib, peshonamni yervatgandan keyin yerga tushib chul-chul bo'lib ketdi. Burnim ustidan oqqan issiq qon levimga tamganda Semiz onamning yana nemindir menga aytish uchun tamshilayotganligini bayqab qoldim. Chechen xizmatkor ayol ushqandek kelib, meni quchoqlagan peti eshik sirtida. Qanaqinam ehtiyot qilslar. Xizmatkor yaramga besib qo'ygan dagi yog'liqni chin qamallab darvozadan chiqdim. Ko'z yoshlarim to'xtaydigandek emas edi. Yuragim puchilnishdan xalos topmaydi. Shu holda o'zimni o'ldim desam, hargizmi ortiqlik qilmaydi. O'zimga nola qilyapman. Ana, dada, qiynasizlar. Sizlarmi yaxshi bo'lib ketadi. Bardoshlik ba. Obdan o'tib ketalaysizlar degan to'lg'u. Qiyna u yaxshi bo'lgani. Obdan o'tish degan shundoq bo'lamdi. Buqildab yig'lagan peti cho'ng yo'lga chiqdim. Atdigandagi ishga tushishning jiddiy payti bo'lg'ashqa yo'lda mashinalar, toksikletlar ko'p edi. Ammo birami taksi ko'rinmadi. Mashinalik, toksikletlik, hatto piyodalarmi menga hayronlik bilan qarashadi. Shu topda ularga ko'ngil bo'lishga nada apsilam.
Asiyadim quruq taksi mashindan birini to'sib, uyimga berib, ota-onamga ishlarning yaxshi bo'lib ketmaganligi, obdan o'tib bo'lmaganligimizni bildirib, hozirgi holimni ayolshimay o'z ayni ko'rsatib qo'yishdi edi. Al hazal 7-8 minutlar o'tganda Shiraqdan yeshil rangli bir taksi ko'rindi. Taksi yaqinlab kelganda to'xtamay ketmagaydi degan andishi bilan qo'limni ko'tarib taksini to'xtashga ishorat qildim. Baxtimga taksi yinimg'ili kelib to'xtadi. Ifodalab begisiz bir xil minnatdorlik bilan taksiga chiqib joylashdim. Shu hamon ko'zlarimdan yana saldak yosh ketdi. Azoblarimni aytsam tugamaydi. O'zimning halakchiligi bilan bo'lib, shofirga qayerga borganligimni aytishni unutibdiman. Bir chaqda shofirning ovozi anglabdi. Uyingizning oldiga keldik. Mush yerda tushamsiz yoki oldimizga azroqli menib doktorxonaga olib qo'yaymi? Esimni yig'ib, beshimni ko'tardim. O'ltiraq rayonimiz oldidagi tonish avtobus bekiti. Tonish do'konlar, tonish darvoza. Yana tonishli ovoz. Men salgina gangirab, darrov shofirga qaradim. Taksining shofir o'rindig'ida o'ltirganimi tonish bir yigit edi. Manga cheksiz ich og'irtish nazarda qarab o'ltirgan Maychapan Rahmatullohni ko'rib, yuragim eg'izimga tiqildi. Gapmi qilmay o'ltirib qoldim. U gap qilganimni ko'rib, mashinasini qo'zg'adi. Meni ambulatoriyaga akirib, sestraga yaramni tozalab tengib qo'yishni taplab qo'yib, menga qaradi. Bir yoqqa ketmang ha, men hozirlik kiraman. Shundaq deb chiqib ketgan Maychapan hamma ishlar tugab, qaynoq suv ichib saqlab o'ltirganimda andin kirdi. Uning qo'lida qog'oz somkaga silingan bir narsa turadi. U aldirab oldimga kelib, qo'lidagini menga uzatdi. Tugidimi? Sizni ketib qolmag'aydi deb shuncha aldirgan siri to'liq qizil chiroqqa uchrab. Haras. Buni kiyiveling. Men sal esankirabgina uning qo'lidagini oldim. Qog'oz somkada jigar ranglik, chiroyli bir ayol tishlab turadi. Bu holatda sirtqa chiqolmaysiz. Buni kiyib olsangiz, beshingizdagi yara ko'rinib qolmaydi. Yuring, endi uyingizga olib qo'yay. Issiq yo'ginib birdam uxlayvering. Uning gaplaridan yuragim shurrida erib, yana ko'zlarimga yosh esildi. Shilapini qog'oz somkadan ilib, avaylab sildim. Xuddi himoyaga erishgan kichik boladek umchiyib, uning eslib yig'lab etishdan o'zimni aranla tutib turatdim. Ha, sestra qiz, ichki tegishli dorilar bo'lsa, olib bering. Andin to'qliq kirilkidan birni. Kuyinish bo'lsa, mushunchilik bo'la. Asrash bo'lsa, mushunchilik bo'la. Ish qilib, uningdan qavatli minnatdor edim. Qora oldiga kelgichi ya u, ya men bir eg'iz gap qilishmadik. Taksi darvoza oldida to'xtab, tushib ketishim kerakligi yodimdan kashganda, ko'rinibgina eg'iz ochdim. Bugun sizni pek avor qilyaptim. Yilimi ta'limga siz uchrab qoldingiz. Rahmat sizga. Voy, undaq demang. Men emas, boshqa birasi bo'lgan bo'lsa-mu, cho'qim menda qiladi. Yo'q. Herkes undaq qilmaydi. Hozir hamma odam pulni tunaydigan bo'lib ketdi. Lekin siz ish qilib sizga ko'p rahmat. Shilapning pulni berayotay. Nech pul oldingiz? Yana boya doktorga to'lagan pul. Nima deydigansiz? Shunchalik bo'lsa-mu yordamim tekkindim, xushalmanjimi? Unchalik pulni beraman deb yursangiz, ma'u o'g'il baldachilikda ahonat bo'ladi, ha? Lekin sizga pul osmondan tushmaydi-da. Ko'nglimni hisobliq do'st ayrilmas deb. Biz texi do'st bo'lmadik. Avval do'st bo'laylik. Ha? Qag'inni keyin deyshamiz. Aras, telefoningizni menga bering. Ortiq gap behojat edi. Men somkamdan telefonimni chiqarib, ekran yuzidagi maxfiy nomerni ochgandan keyin telefonni uningga tangladim.
u telefonni qo'liga ilib, qisqa vaqtda mashina rolining yendagi telefon jihozga qistirib qo'yilgan 6 avlod olma telefonini tarang'ishib sayradi. Yataq uyimga kirib, pardas ustila oldiga kelib o'ltirdim. Chiroyimga, chuvilib paqpaygan chechimga, peshonamdagi oq doki bilan tengib qo'yilgan yaraga tafsiliy qaradim. Mushu mening taqdirim bo'g'imidi. Boy oilaga kelin bo'ldim deb, taqdirimni qandaq bir odam bilan qo'shib qolgandiman. Beshimga mundaq kunlar kelmasligi kerak edi. Turibli maychapan ko'z oldimga keldi. Men qarashqa amra qo'y ko'zla. Chiroyli qo'shoma qash. Pakiza. Ratliklikka cho'tehi. Burun ajab mijozi o'saldek ta'sir beribdi ekan. Beshingni kim silisi mashoyixing shu deb muhtoj bo'lib turganda ajabmi bir yaxshilik qildi deysa. Shu xiyollar bilan o'ltirganimda telefonim sayradi. Idoradan meni ishqi kammidi deb telefon qilgan ekan. Jidal va xopchilik bilan yurib, xizmat esimdan chiqibdi. Mashinada kagicha uyga kirib telefon qilib ruxsat so'rayman degan xiyolim allaqachon unutilgan edi. Boshliqimga bo'lgan ahvolni qisqali aytib ruxsat so'radim. Umi ayol kishi yana kelib yaqindan beri bo'layotgan ishlardan xabar bo'lg'ashqa yaxshi aram elishimni topilab 3 kunlik ruxsat berdi. Dadam anamlar ishga ketgan. Ikkilisi kechdi keldi. Ularga bu ishlarni qandaq deyish haqida xiyol surib yetib, qachonlarda uxlab qolganimni sezmabdiman. Kechdi to'kilib yig'lab turib, ota-onamga shuncha vaqtdan beri va bugun atdigan bo'lib o'tgan ishlarni birma-bir aytdim. Men ochirishib ketdim. Xalqning qo'lida o'lib ketmasin desanglar, endi meni to'smanglar. Men ochirishib ketdim, oppa. Ben sizlarning qizinglar bu. Mening bundoq jafoda o'tishimni sizlarmi xohlamaydigansizlar? Shuni deb bo'lib, mehribon onamning quchog'iga tashlandim. Mush kamgacha birasi tak etib chekib baxmagan e'tiborli qizining ko'z yoshiga chidamagan onam chechimni silab o'ltirib, mendanmi o'ta yig'lab ketdi. 6-qism. Bugun 3 kunlik ruxsat vaqtim to'shidi. Ati ishqa berishim kerak. Shu kundan buyon maychapan kunda 2-3 qitim telefon berib, ahvol so'rab turdi. Biroq Yaqubjon shu kundan boshlab bir qitimni telefon qilib baxmadi. Xuddi men bu dunyoda mavjud emasdek va yoki uning nazarida men hech nimga arzimaydigandek. Ko'nglimda yana selishtirishga boshladim. Kar bo'lmayotgani, nima bo'lsang bo'l deb ko'zni yumg'ini mening ochiq oshkor tekkan erim. Eng muhim odamdek bilib, ko'ngil bo'layotgani, ahvol so'rab turayotgani, men bilan ilibning suniqchilik munosabati yo'q bir shopur. Mushundaq o'ylagan chig'imda yig'lamay desammi yig'lig'im, Yaqubjonni to'g'rab qiyma-chiyma qilib atkim keladi. Yeliq sestraning topilg'ini bo'yicha bugun tushdan keyin tengaq almashtirish uchun ambulatoriyaga berishim kerak. Idoradan ruxsat so'rab, sizni ambulatoriyaga o'zim aparman. Atdiganda onamning deginiga unimay, zo'lab turib uni ishqa mangdirib atdim. Tushlik tamoqni yeb bo'lib, endi mangay deb turishimga maychapandan telefon keldi. U naydi xushxuy edi. Men darvozaning oldida. Chiqing, yarangizni qayta tangdirib kelaylik. Men xuddi shuni kutib turgandek, somkamni oldimda, kepinakdek uchib sirtqa mangdim. Nemish qilig'ini bilmayman. Atdigandan beri ko'nglimda u kelidigandek, ambulatoriyaga men bilan birga bordigandek bir sezim agib shuradi. Tengaq almashtirib chiqqanimizda maychapan tuyuqsiz men qarab so'z ochdi. Uyga qaytishga oldirmisingiz, daryo bo'yiga berib o'ltirib kelamdi-ku. Rad qilishni o'ylab bo'lib to'xtab qoldim. Zodi qanday qilsam to'g'ri bo'lganligini bilmaydim. Men erba ayol. Yomonlikda turib, xalq bilan bir yerlarga berib yursam,
Shu xiyolni qilib tursam, u yana eg'iz ochdi. Uyga solinib o'ltiraversingizmi yaxshi bo'lmaydi. Mundaq havo yeb, sirtlarga chiqib aylansangiz, zehningiz echilib qoladi. Yavoyi odamdek yursangiz, buruqtum bo'lib, ichingiz siqilib ketmamdi. Uning o'xshatishdan kulib tashladim. Shunchalik davotgan yerida unimay qo'ysammi toza yaxshi bo'lmag'idek. Shunga beshimni ma'qulga lingishitib kulib qo'ydim. Ammo iqror edimki, yilgi kundagi jidal yuz berishning oldida men hargizmi hozirgidek muloyim, ig'ir besiq, royish emas edim. May Japanning taksi mashinasi daryo qirg'og'idagi sement to'siqqa yandab to'xtatildi. Mashina yangratqusdan tarqilayotgan mungluq muzikaga quloq sag'ash o'ltirib, uzun paranglashdik. To'liroq u so'raydi, men javob beratdim. Shunda qilib, May Japan mening hamma ishlarimdan xabar topdi. Boshda to'y qilganligimni anglagan May Japanning qo'y ko'zlari texmi yo'g'inab, yuzlariga qizillik tepdi. Ondan afsuslik ichidagi xursinish bilan jimib uzun o'ltirib ketdi. Demak, u to'y qilganimdan bexabar edi. Yana demak, uning menga mayli bor. Hech bo'lmaganda men u yoqtiradigan qizlar tipidim. Shularni o'ylab, birda ichimdan xushal bo'lsam, birda ko'nglim yerim bo'ladi. Xush bo'lganim, men doim o'ylab, ko'rishni orzu qilib turadigan bu May Japanmi? Men ko'ngil bildi ekan. Meni yoqtirdi ekan. Ko'nglim yerim bo'lgani, o'ti bayaning suyi yo'q, suyi bayaning o'ti bo'lib qolgan bu hayotda turmushimdagining boshqa, orzuyimdagining boshqa bo'lib qolgani uchun edi. U gap qilmay jimjit o'ltiradi. Uningga qarab, menmi nim deyishimni bilmadim. Biroq ardagi sukut ichimni siqatdi. Nim bo'p beshingizni yerib oldingiz? Siz mashinamni to'sgan heliqi Dachi rayoniga nemish bilan borgandingiz? Necha kundan beri uning mushundaq savollarga hozir ko'nglim parakanda, u ishlarni keyin deb beray deb turib elib, zuvan surgili unimig'inimga sal pushaymon qildim. Ammo pushaymonning vaqti o'tgan edi. Oxir bu jimjitlikni oxirlashtirishni o'yladim. Kashib ketibdi. Ketamdiq. U yana shundaq ig'ir sukut ichida beshini langishitib qo'yib, mashinani qo'zg'adi. Mashina yanga qayrilayotganda tuyuqsiz bir tonish mashina. Mashina nomer taxtisidagi tonish nomer ko'zimga chiliqdi. To'xtang. Men ixtiyorsiz jiddiylashdim. Shu gap bilan tang mashina jiddiy tormozlandi. U Yaqubjonning mashinasi edi. Romantiklik bilan azaldan xo'shi yo'q. Lükchaklarning o'yinlarini yoqtiradigan Yaqubjonga bu daryo bo'yida nima bo'ldi? Yolg'iz kelganmidi yo? Mashinaning kayni va ikki taraf ayniki ko'rinmas aynak edi. Oldi tarafdan ichini g'uva ko'gili bo'ladi. Lekin shuncha sinchilab qarabmi, ichida odam borligiga ko'zim yetmadi. Cho'qim sirtda degan sezgining turtkisida taksidan tushib, atrofga tafsiliy qarashga boshladim. Ayolshimayla ko'zlarim daryo ichidagi suvi tez eqiyotgan kichik bir bo'linmaning yinda bir-biriga suv chechishib, qo'g'lishib qichib, qaqoqlab kulib yurgan bir qiz bilan Yaqubjonni topdim. Xayolimda o'ylig'inimning qandaq bo'lib eg'izimdan chiqib ketganini bilmadim. Shu tapda g'azabdan yerlaynab qolgan edim. Tuyuqsiz May Japanning ovozi. Kimni tilovatsiz? Nemish bo'ldi? Men uning savollariga javob bermasdan somkamni o'ngtay-to'ngtay qilib digidek telefonni oldim va Yaqubjon degan buzuq ablahning telefon nomeriga ulab, telefonni zarda bilan qo'lqimga yoqdim. Daryo ichida Mekjin bilan qizg'in qo'g'lishib ketib qolgan Yaqubjon izda to'xtab, pushqoqlarini tizg'icha turib olgan ishtimning yanchiqidan telefonni chiqardi. Ondan ekranga qaragandan keyin barmog'ini leviga tekkizib, o'zidan sal jiroqlab ketgan qizga gap qilma degan ma'noda ishorat qilayotgandan keyin telefonda uning ovozi anglandi. Nim bo'ldi?
Necha kun bo'lmayli sig'ini. Bu haramdan bo'lgan buzuq, itning balasi, burniga suv kirmaydigan, nomus qilishni bilmaydigan lolma. Men sen buzuqdan ajrashma. O'zingni o'g'il bola chaqlasang, avval mening xetimni berib, ondan o'ngcha o'yna. Sen meynatni osh rasvolaringga sadiq qilib berib etdim. Kimga lozim bo'lsa, opirib chekisiga tengib olsin. Men telefonni qo'yganda, Yaqubjon allaqachon meni ko'rib bo'lgan. Daryo to'siqi bo'lmaganda, necha qadamlik bu yo'lning daryo yuzidan egiz tarafida turgan. Yana kelib, jon jahlim bilan vaqirab tillig'inim uchun Mekijinmi, Yaqubjonmi meni shu amalda ko'rgan edi. Yaqubjonning bir narsalarni deyishga tamshalganligini, qo'lini pulangitib, qadamini men tarafga tashlaganligidan bildim. To'xtaytdimmi? Hamma qiliqlarini mayli desam, nadiga razgi bir nimalar bilan Aljahanning ko'zchili qiyg'itishib, diqqanishib yursa, yana shu itboqining gapini anglamdim. Uning men tarafga sinchiqni ko'rib, chaqmoq tezligida mashinaga chiqib, maychaponni oldiribdi. Tez aydan, bu yerdan ketaylik. U mashinani shu qadar tez qo'zg'adiki, xuddi Yaqubjon birli sakrab kelib, mashinaning ustiga yomishib oldigandek. Yanfunim to'xtamay sayradi. Har bir sayraganda ko'zimning qirdi qarab, Yaqubjonning nomer ishkanligini bilib o'ltirdim. Yanfun sayrashdan to'xtaganda, butun olam jimig'andek rohat his qildim. Yana sayradi. Butun dunyoning g'avg'olari beshimga to'kildi. Maychapan mashina rolini yengil boshqurib o'ltirib, menga so'zlab o'tdi. Telefonni elib nima deydiganligini bir anglab beqing. Dunyoda sababsiz ish bo'lmaydi. Balkim tushundiradigan gaplar bordi. Uning gapini o'rinliqdek his qildim. Hech bo'lmaganda to'y qilib bo'lganligimni anglab, chiroyi muzdek tutilgan Maychapanning bir eg'iz gapini anglab qo'yishim kerak edi. Voy, Soniya to'xta, men senga tushundiray. O'linish knopkasini besishim bilanla uning balaqdakkur zuvonidan shu gaplar chiqib quloqimga usdi. Tushundirgidek nemish ba? Voy, men hammani tushunib bo'ldim. Yana chalqaganlar bormidi? Gapimni anglab, u do'doqlab ketdi. Ay sen har qancha bo'lsa-mu bu ishni onamga demajimi? O'zimiz paranglashib hal qilaylik bo'lamdi. Demak, e'tirof qilding shundaqmi? U pes. Nima? Texim men pasma? Hey, tong yurgan kunning hammasida onam bilan jadallashib ketishmisan? U yoqqa qarsam onam, bu yoqqa qarsam sen. Ya ko'ngilga ya quloqqa bir kun aram bo'lmasa bu uyda. Bu uyda ya xushallikdan eg'izash qilib bo'lmasa, sen texi yig'lashdan boshqani bilmasan. Deb baqa, menga bu xushallik, mehr muhabbat kerak emasmi? Sendan olamagan shu mehr muhabbatni boshqalardan topding. Qanday? Yomon bo'ptimi? Arvoyim 40 kez o'rlab, nervam 80 ga chiqdi. Semiz onamdan to'la anglab, quloqimga quyilib ketgan sat gaplar nadin keldikin tang, eg'izimni quyuplab etdim. Voy, qarig'anda bak yo'g'anish qilib atgan o'xshamamsa? Bo'qini sakratgan yilqi nemisi deb buzuqliqingni voyiga yetkazib qilaversa. Ondan naq maydonda tutilsangmi petingdan tushmaysan degina? Ey rasva, tarbiya ko'migan buzuq. Sana shuni deb qo'yay, mening beshimda chaqqan yanaqlaringni burningdan bulaq, kayningdan jumlaq chiqamsam hisob emas. Ona bola ikking birlashib, shuncha bo'zaq qig'iniga yetmagan bo'lsa, aldirmay turish-a? Bu kunlarning bir hisobi bo'ldi. Meni har nimlarni deb tulug'icha, o'zingni bir o'ylab baqsang olmamdi. Tarbiya ko'rgan odam seningdek mashina yollab erining kaynidan payloqchilik qilib yuramda. Erim ishkanliging esingda bor ekan herhalde. Sana ortiq gapim yo'q. Qog'inni sotdi deyishimiz. Shundaq deb telefonni qo'ydim. Yaxshi yeri, u meni o'zining kayniga tushib, payloqchilik qilg'ili kelgan deb tushungan edi. Gapni o'zi shundaq boshlab bergan edi. Menmi cho'nglarga ashundaq desam bo'laveradi. Qayta sayrab tinmagan telefonni etib aram topdim. Boyi ularni shu holatda ko'rganda, qiyondek davrgan ochiqim allaqayoqlarga yo'qolgan. Amdik xotirjamlik, ozodlik tuyg'usi. Chunki endi ajrashib ketishimga yetarlik sabab topilgan edi. Bundaq desam, balkim oshirvatganlik bo'lar. Ammo tortishquchilik yo'q. Mehr muhabbatsiz, tashlanib qolgan qush o'zdek yiqimsiz bu nikohning davomlashtirgudek nari qoldi.
Anam bilan dadam beshim yerilgan shu kundan boshlab meni yarışib qilishga zo'lamaydigan bo'ldi. Semiz anam texmi xolamaydi. Yaqubjon boshqa bir kimlar bilan yetilishib yuradigan ekan, turmushida mening bo'lish bo'lmasligim baribir edi. Şoňa yılqı işten keyin o meni izlab kelgan tunji kunila ajrish talabini o'ttirib qo'ydim. O'ylamagan yerdan Yaqubjon yarışib qolaman deb yalvurib, bezanglik qilib o'ltirib oldi. Chiroyli gap qilibmi, tillabmi, qo'g'labmi gapimga kirgizamadim. Uning bilan davomli birga yashashni, bo'libmi semiz onamning yo'lsiz haqoratlarini, yilqi kundagi o'rinsiz azorini o'ylasam, yuragim sirqiraydi. Yaqubjon uni deb, men buni deb, ikki oilaliklar so'g'uq tegishib yurib, ajrishamay ya yarishamay, oradan 3 oy o'tib ketdi. Xizmat va turmush halakchiligi meni necha yosh qiyirib ketganda qilib qo'ygan edi. Ko'nglim eg'ir, hech nimaga qiziqmayman. Faqat yotoq uyimga bekinib o'ltirg'imla keladi. Shu ishlar yuz bergandan keyin Maychapan bilan bir mazgil izdishib turgan bo'lsaqmi, aloqamiz barbara ozlab, keyinchi faqat izdashmadik. U izdamaydigan bo'lgandan tortib, men izdashdan xijil bo'ldim. Uning nima sababdan izdamaganligini bilmadim. Ish qilib, uni pat-pat aslab qoladi.